Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Sog'omonmisizlar kanadashunoslar? Bugun sizlar bilan birpas suhbat qilamiz. Mana shunaqa go'zal ob-havo, go'zal manzaralar aylanamiz. Ozroq sayohat qilamiz bugun. Shaharchamizni mana bu go'zalliklarni hammasini hozir yaqinroqdan ko'rsatishga sizlarga harakat qilaman. Storieslarim soni bugun ozroq ko'proq bo'lishi mumkin va sizlarga foydali bo'ladigan barcha informatsiyalarni yana qayta bilgan odamga eslatma qilgan kishi bo'laman, bilmagan odamga bir yangilik o'laroq o'rgatib ketaveraman, chunki maqsadimiz foydali bo'lish har doimgidek bilasizlar. Xo'p, mana bu kishimni bosib qo'yamiz. Bo'lmasam narigi yo'lni narigi betiga o'tishga bizga ruxsat berishmaydi. Bugun oppa, bunga navbatimiz ketib qoldi. O'tib olamiz. Mana shu go'zallikka kelish hammaga nasib qilsin. Qaytida o'zim orzu qilganim uchun hammaga ilinaveraman. Mana bularga emas, sizlar tomdagilarga qaranglar, tepada o'tirib olganlarga. Tabiat bilan shunaqa rivojlangan shahar bitta joyda yashay oladi. Bu yoqishim yo'shlarini qarang. Yomon kattada bular. Xo'p, bu go'zallikka kelish uchun nima qilishni qisqacha tushuntirib ketaylik. Zerikmagan holda o'zingizga eslatma qilib olinglar. Chunki odam inson bu unutuvchi so'zidan olingan bilasizlar. Shuning uchun eslatma har doim bizga foyda beradi, zerikarli tuyulgani bilan. Xo'p, Kanadaga kelishni avvalambor ingliz tilini o'rganishdan boshlaymiz. Ko'pchilik shu joyda adashadi. Ya'ni ingliz tilini borgandan keyin o'rganib ketaman deyshadi. Yo'q, bu yaramaydi. Chunki ingliz tilini bilishligingizni siz oldindan IELTS sertifikati bilan ko'rsatib bermasangiz, sizni ingliz tilini bilishingizga, kelganingizdan keyin o'rganib ketishingizga hech kim ishonmaydi-da bu yerda. Unaqa ishlamaydi sistema. O'shaning uchun oldindan siz tilni bilishingizni ko'rsatishingiz kerak. Bu nima bilan bo'ladi? O'sha IELTS sertifikati. IELTS istalgan turi bo'ladimi? Yo'q. O'zbekistonda asosan akademik IELTSga o'qishadi. Ko'pchilik buni даже farqiga ham bormaydi. By default, ya'ni shunchaki akademikga o'qib ketishaveradi. Hozir tushuntiraman uni. Chunki bizda o'sha ko'chalarda siz ko'rayotgan reklamalar IELTS o'qitamiz, IELTSga o'rgatamizlarni hammasi borganingizda sizdan so'rab ham o'tirmay, avtomatik akademikga o'qitishadi. Lekin akademik IELTS immigratsiya uchun yaramaydi, bo'lmaydi. General IELTS kerak bo'ladi. Akademik IELTS bu faqat o'qish uchun. O'qishga kirish, chet elga o'qishga borishingizda, kerak bo'ladigan IELTS turi, akademik IELTS. Shuning uchun siz generalni o'qing. Generalni hamma kursda ham o'qitmaydi, ko'pchilik shunda qiynalishyapti. Buni o'qitish uchun o'sha men tavsiya qilayotgan mana bu yerda profilini qoldiryapman. IELTS zonga uchrashing. Ular general kurslarini tashkil qilishyapti. Shu kunlarda yangi ochiladi. Shu paytgacha ikkita meni kuzatuvchilarim orasida kutib yurganlar bor ekan, general ochilishini. Xudo xolasa oz qoldi, ochib qolishadi va sizga qo'ng'iroq qilishadi inshaalloh. Xo'p, IELTS o'rgandingiz, bu birinchi qiladigan ishligini tushundingiz. Tilsiz foydasi yo'qligini ham tushundingiz. Tilsiz bo'lmaydi. Tilni borgandan keyin o'rganib ketaman deyish ham ishlamasligini ham tushundingiz. Hammasini tushunib oldingiz. Til muhim. Endi tilni o'rganish jarayonida protsesga sekin kirishingiz bo'ladi. O'zi tvaya maya qilib uncha gaplashishga qilis kelishib qoladi-ku, o'sha paytdan boshlab sekin harakat qilinadi. Harakat qanaqa bo'ladi? Harakat menga yoki o'zingiz ishonadigan istalgan bitta litsenziyasi bor kompaniyaga aloqaga chiqish bilan bo'ladi. Bizning kompaniyamiz 20 yildan beri Kanada immigratsiyasi sohasida juda professional xizmat ko'rsatadi. 20 yillik stajiga ega. O'zimiz ham o'shalar orqali keldik. Meni ham shu sohada ishlayotganimga 7,5 yil bo'ldi shu sohaning ichida yurganimga. Tajriba yetarlicha katta. O'shaning uchun o'zimizning kompaniyani taklif qilaman sizlarga. Ish ikkinchi ish o'sha bo'ladi. Ya'ni kompaniyaga uchrashish. Bu degani menga yozish orqali kompaniyaga uchrashgan bo'lasiz. Oldindan o'tib ketdi. Keyin nima bo'ladi shunda? Bizga uchrashganlaringizda men avvalambor tilingizni tekshiraman, qay darajada til o'rgana oldingiz. O'sha men aytganimdek, sal tilingiz kelishi, o'sha tvaya maya urovendasiz va dalcha o'qiyapsizmi? Bo'ldi, demak protsesni boshlanadi. Proses nimadan boshlanadi? Kanadaning immigratsiyasi bizning kompaniyamizda ikkita etapdan iborat holatda amalga oshiriladi. Birinchi etap bu analiz etapi. Bu degani, menga yozishingiz bilan sразу analizni boshlaymiz. Analizda nimalar bo'ladi? Analiz nimalar qilib beradi sizga o'zi, qancha turadi uni narxi, hammasini sizga o'rgataman, o'zim yo'l-yo'riqlarni ko'rsataman, xavotir olmang. Etapma-etap, qadamma-qadam boshqarib boraman. Biroz bitta joyda biz kompaniyamiz mijozlarini bir ikkilanadigan joyda sizlarni qoldirib ketmaymiz. Har bitta qadamni o'zimiz tushuntirib, qo'lingizdan yetalab o'tkazib qo'yamiz chuqurlikdan. Xavotir olmang. Qaytishdi. Va o'sha analiz etapidan keyin o'zi sizga ma'lum bo'ladi, narx-navoyu, qaysi programma orqali kelasiz, taxminan qanchalar vaqt ketadi, oilangizda tilni kimlar biladi, o'sha biladigan odamlar bilan ishingiz bitadimi yo yana nimadirlar qilish kerakmi, stajingiz to'g'ri keladimi yo sal o'zgartiramizmi nimanidir. Hamma strategiyani sizga qadamma-qadam aniqlikda chizib beramiz. Birinchi etap o'zida, analiz etapining o'zida. Va o'shandan keyin siz bilan suhbatlashamiz. Siz hammasiga tayyorman-da, ko'zim yetadi, bularni bemalol qilaman, qo'limdan keladi desangiz, ana undan keyin ikkinchi etapga shartnoma tuzasiz bizning kompaniya bilan.
yoki o'zingiz mustaqil harakat qilishingiz ham mumkin. Ya'ni birinchi etapda analizda biz sizga strategiyalarni tuzib berdik-ku qadamma-qadam, pошаговая instruksiya. O'sha bo'yicha o'zingizdan mustaqil harakat qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa harakatlar orqali Kanadaga o'zlari analizni bizdan sotib olgan, boshqa xizmatimizni sotib olmasdan Kanadaga kelib, hozirgi kunda oilaviy yashayotgan kompaniyamiz mijozlari bor. Demak, tushunib oldingiz. Birinchi til, IELTS zone. Ikkinchi, menga murojaat shtob protsessi boshlash uchun va uchinchi bo'lib murojaatingizdan keyin men siz bilan gaplashib ko'raman-da, agar siz haqiqatda bunga tayyorsiz deb iqror bo'lsam, xulosaga kelsam, mana bu yerda uchinchi etap analizni boshlaymiz. Analizdan o'tasiz, hamma konsultatsiyani o'tamiz. 4-etap immigratsiyangiz boshlanadi. Immigratsiya jarayoni boya aytganimizdek mustaqil o'zingiz ham qilishingiz mumkin. Shunaqa salohiyatga, bilimga ega bo'lsangiz yoki bizning kompaniyamiz xizmatidan ham foydalansangiz bo'ladi. Biz ham именно mana shu Palyon kompaniyasining xizmatidan foydalanib kelganmiz oilaviy, bilasiz. Xohlagan variantingizni tanlaysiz. Buni gaplashamiz. Mana bu analiz etapidan bu yoqqa o'tishingizda hammasini o'zi gaplashamiz. Hammasini tushuntirib, kelishib olamiz. Normal, undan xavotir olmang. Bular birdan menga otib kallasiga narx chiqarib bersa, cho'ntagini ko'tarmay qolsa nima bo'ladi degan narsalarga shoshilmang, chunki narx-navo har xil paketlarda taklif qilinadi, har kim cho'ntagi ko'tariladigan, o'ziga mos paket topa oladigan qilib tashkil qilinadi. 20 yillik tajriba davomida bular har qanaqasini ko'rgan. Tak что xavotir olmang. Bundan oldingi storiesda ko'rsatgan o'sha 4 ta etapim bilan siz Kanada PR-ni olasiz. Bunga sal uzoqroq vaqt ketadi, kattaroq sarmoya ketadi, lekin meni kuzatib yurgan odamlar bilishadi qanchalik bu yo'lga arziydi yoki yo'q. Kimgadir bu arzimasa, bu yo'lni boshlamay ham qo'yavering. Lekin ko'pchiliginglar mana havas qilib yozasizlar. Aka, borish uchun nima qilaylik? Ya'ni yangi podpisчикка qo'shilgan, ayniqsa keyingi paytda ular juda ko'p yozishadi. Lichkani to'ldirib tashlashadi. Qanaqa qilamiz, nima qilamiz, kimga uchrashamiz, nimadan boshlaymiz? Mana shu 4 ta etap. Bundan oldingi storiesda ko'rsatganim. Va o'sha bilan siz agar sizga arzisa, demak, harakatga kirishing va PR bilan Kanadaga keling bizga o'xshab. Kimga bu narsa arzishmasligini esa har kim o'zi hal qiladi. Kimlardir aytadiki, buncha vaqt ketishiga va buncha sarmoya tikishga menga arzimaydi, men undan ko'ra O'zbekistonda ham bundan yaxshi sharoitda yashayman deydi. Kimdir aytadiki, buncha pul yoki vaqt evaziga deydi, men birorta Yevropa davlatiga harakat qilaman deydi. Kimdir aytadi, bu hech narsa emas, bundan ko'prog'ini tikib bo'lsa ham Kanadaga borishga men qasd qilganman, chunki erta farzandlarim kelajagini ko'ryapman yoki o'zimning kelajagimni ko'ryapman. Shaxsiy o'sish, yoki professional o'sishni men ko'ryapman yoki biznes qilish niyatlarim bor, ertalarda yaxshi daromad orttirmoqchiman. Mana bu taraf, kстати, Amerika. O'zi qarshimizda Amerika Qo'shma Shtatlari. Mana bu Amerikadan kelib aylanayotgan odamlar ko'p turibdilar. Mana shunaqa har kim qarorni o'zi beradi-da. Agar sizga arzisa, bo'ldi, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Muhimi siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Tushunarli bo'ldi, hammasi foydali bo'ldimi bugungi storieslar? Davay, bosamiz bo'lmasa. Stop, bo'ldi. Bilaman. Agar kallangiz tutuni chiqib ketgan bo'lsa, bu informatsiya zeriktirib olgan bo'lsam yoki ortiqchalik qilgan bo'lsa, men hammasini aytib bo'ldim. 4-5 ta storiesda hammasini ulgurdim. Endi bu yoqqa aylanamiz. Bitta sayr qilamiz. Men sizlarga go'zalliklarni bir ko'rsatdik. Ketdik men bilan birga. Hech bo'lmasa hozircha virtualniy bo'lsa ham, ekran ortidan bo'lsa ham bir sayr qilamiz. Shaharchamizni kelgusida oz qoldi, xudo xolasa men sizga ishonaman. Kelib mana shu yerda physically deb qo'yadi-ku inglizda. Billa yonma-yon aylanishimizni ham nasib qilsa, xudo xolasa oz qoldi menga ham. Men ishonaman sizlarga. Mana shu butun havodagi barra sababchisi mana shu shaharda. Juda ham katta ob'emda suv tushganidan havoga bug'lanib ketadi. Bug'lanib ketadi. Bu turistlar bilasizlar bir yilda mana shu shaharimiz mana shu yerda o'ziga 20 milliondan 30 milliongacha bo'lgan oralig'ida turistlar tashrif buyuradi. 20 million eng kamida tasavvur qiling. Bir yilda va har yili o'zi Kanadaning aholisi o'zi 40 milliondan endi oshdi. Amallabda. Bir yilda keladigan turistlarning o'zi faqat shu hududda o'ziga 20 million. Hali Vankuverda nima ahvol deng, Torontoga qancha odam keladi, Alberta degan joylarimiz bor, skazishning. Endi qo'yaverasiz. Juda turistlardan yaxshi soqqa qiladigan, juda bir kallani ishlatadigan shunaqa davlatda endi. Bu soqqa qiladigan joylari ko'p, mayli endi bu ham bitta anaqada. Imенно shu joyda turganimiz bizning baxtimiz. Hech o'ylab ko'p aytamiz, er-xotin bir-birimizga hech o'ylab tushimizga ham kirmagan edi. Qachondir kelib o'sha Niagara'dek buyuk, mashhur bo'lgan shaharlarning oldida turamiz deb. Mana Toshkentda yashayotgan paytimiz changdan allergiyam bor edi. O'sha paytda Amerikada yashaydigan og'aynilarim bilan gaplashib, ularni jo'natadigan videolarini ko'rardim. O'rmon bo'lardi, atrof shunaqa joylarda yurishardi, ko'llar, dengizlar, okeanni bo'yida. O'sha paytda o'ylardim-da, meni changdan-ku allergiyam. Shunaqa joylarga borsam, Alloh nasib qilsa menga ham, shunaqa joylarda yashasam allergiyam yo'q ketsa kerak derdim.
alhamdulillah haqiqatda deyarli yo'q bo'lib ketdi. Deyarli. Bilmadim, oldin bir yilda masalan 5-10 marta bezovta qilgan bo'lsa, yil davomida, hozir 3 yilda bir marta bezovta qildimi deymanda. Kelganimga 3 yil bo'ldi. Yaqinda bitta bezovta qildi-yu, lekin o'sha o'zini bitta dorisi bor, sepadigan. O'shani boshlashim bilan o'tib ketdi. Alhamdulillah. Shu endi yaxshi bo'lgani shudir-da, allergiyani butunlay yo'qolib ketmaydi deyshadi-ku o'zi odam. Tuzalgani shu bo'lsa kerak endi. Mana qarang. Qo'ylardan ham ko'pda. Sharshadaga oqib boradigan suv bo'ylab teskari oqimga qarshi yurib ketyapman yo'l bo'yidan. Yo'laki manzara qanaqa go'zal, o'ng tarafingizda mana bunaqa ahvol, qo'ylar, endi kanadskiy qo'ylarda bular. O'zbekistonda dalada eng ko'p ko'rgan hayvonimiz qo'y bo'lgan bo'lsa, Kanadaga kelganingizda shuni ko'rasiz. Ko'pchilik bizdan shu chet elda yashashni anaqalarini so'raydi-da. Masalan, vataningizni sog'inmaysizmi, ota-onani yoki bolalaringiz qanaqa qarayapti bunga, bolalaringiz borgisi keladimi yoki o'zbekchani unutib yormaydimi yoki borib dindan chiqib ketishidan cho'chimaysizmi degan xavotirlar. Shular haqida gaplashamizmi, nima deysizlar? Bir boshidan boshlaydigan bo'lsak, bolalar ona tilini unutib yormaydimi? U sizga bog'liq. Chunki oilada o'zbek tilini mahkam ishlaydigan bo'lsangiz, unutib yormaydi. Juda ko'p oilalarni ko'ryapmiz. Bizda Muhammad, ya'ni kichkina farzandimiz Toshkentning o'zidayoq tili ingliz tilida chiqqan. Chunki men shunga sharoit qilganman, shunga tayyorlaganman. Kakras immigratsiya paytimizda bo'lganda, immigratsiyaga harakat qilgan paytimizda. To'g'ri, qarang. Qo'rqmaydi odamlar. O'shani hisobiga u tili o'zi ingliz tilida chiqqan. O'shaning uchun farzandingiz o'zbekchani unutib qo'yibdi-ku deyishadi. Unaqa deyishga shoshilmang, siz hali bilmaysiz-ku o'zbekchani unutishdan oldin o'zbekchani bilganligini. Shoshilmang. Katta farzandlarimiz bilasizlar, o'zbek tilini saqlab qolishgan. Uyda to'liqligicha o'zbek tilida gaplashamiz. Hatto Muhammad ham hamma to'liqligicha o'zbekcha gapiradi. U faqat ingliz tilida javob berish unga qulay bo'lgani uchun shunaqa yo'l tutadi. Bolaga nagruzka qilmaymiz. Endi keyingisi sog'inch masalasi. U tabiiy. Bitta mana emas. Har qanaqa chet elda yashaydigan odam vatanimizni, yurtimizni, ota-onasini sog'inadi. Bu tabiiy. Buni nima deydi? Savol qilib berganda ham o'zi g'alati bo'lamiz, chunki buni so'raydigan ham narsa emas-ku. Kim masalan sog'inmay yashay olishi mumkin? Men unaqa odam uchratmadim masalan. Har qanaqa odam sog'inadi, shu jumladan biz ham. Bizani ham Alloh temirdan yaratmagan. Go'sht, qalb, bor hammada o'shanaqa qalb bor bo'lgan go'shtdan yaralgan odam borki, vatanini albatta sog'inadi. Shu jumladan biz ham. Lekin uni yo'li bor. Siz qonuniy keladigan bo'lsangiz, xohlagan paytingiz xohlaganingizcha borib kelasiz. Biz hali bormadik. Ayolim borib keldi 2 marta, lekin menga hali to'g'ri kelmadi, chunki ishlar bilan bo'shamayapman, to'g'risi. Bolalarimiz hali bormadi. Uni sababi esa bolalar borib endi o'sha yashashga tanlagan desangiz, Kanadani yaxshiroq ko'rishadi. Sababini bilasizlar, bu yerdagi sifatli ta'lim, bu yerdagi o'rtoqlari endi bu yerda joylashib qoldi-da ular. Bola bilasizlar-ku, sodda o'ylaydi. Unaqa hamma tarafini hisobga ola olmaydi. Shuning uchun ham u bola. Ikkinchi tarafdan hali oilaviy borishni men tashkillashtirmaganim uchun balki meni kasrimga bolalarim hali bormagandir. Keyingi yillarga xudo xolisa niyatlarimiz bor, planlarimizda bor. Oilaviy borib bir maza qilib uzoq vaqtga O'zbekistonda turib, aylanib, ota-onani xizmatini qilib, duolarini olib kelish. Hayvonlarni qarang, hayvonot bog'ida yurganga o'xshaydi shaharda. Dindan chiqib ketishi ham u Allohning qo'lidagi narsa. Alloh o'zi saqlasin. Dindan chiqib ketishidan qo'rqmaysizmi? Nevaralaringizni yoki undan keyingi pokoleniyani deyshadi. Agar Alloh dindan chiqib ketishi taqdirda bitgan bo'lsa, O'zbekistonda dugur Makkada yashasangiz ham dindan chiqib ketaveradi. Va bunaqalarni ko'rib kelyapmiz-da. Shuning uchun unisi endi Allohning qadari. Shuning uchun bunaqa qo'pol va o'ta shaxsiy savollarni berishdan oldin men boshqa narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Allohdan ko'p duo qilinglar, so'ranglar, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Anunda bitta kanal video tayyorlabdi-ku, bizning bolalarimiz haqida, o'sha bolalarimiz haqida videolar ko'p, maktablari haqida videolarimiz ko'p. O'shalardan kerakli joylardan kesibdi, o'zim ta'sirlandim. Ota-onaga sizga bog'liq hammasi, uydagi muhitingizga bog'liq. Agar siz kelib bunaqa davlatga faqat Kanada emas, любой joyga kelib diqqatingizni pulga qaratsangiz va pulli ketidan yugurib ketadigan bo'lsangiz, siz bolalaringizga avtomatik kam vaqt ajratasiz, yetarli vaqt ajrata olmaysiz va bolalarni qo'ldan berishni boshlashingiz mumkin, Alloh saqlasin. Agar siz bunga katta fokus qaratsangiz, siz uchun birinchi narsa bu pul bo'lmasa, agar hayotda mana ko'pchilik unaqa savollar ham keladi menga. Pul bo'lmasa, unda nima uchun bordingiz? Maqsad pul bo'lmasa, ana kungi rasxodlar haqida yozganda ham, "Voy, bu shuncha rasxod, joningni qiynab nima zarar? Undan O'zbekistonda tinchgina yashab yuravermaysanmi?" deyshadi. Ha, yashab yuraveramiz. Bizga hozircha
Alloh shetga nasibamizni sepgan ekan. Demoqchi bo'layotganim, hamma ham pul uchun bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tmaydi. O'shaning uchun sizda ham agar maqsad pul emas, boshqa narsa bo'lsa, pul ikkinchi darajada bo'lsa, siz farzandlaringizni dindan chiqib ketishidan, yo ularning qo'lidan boy berishingizdan xavotir olmang. Kimdir farzandimni qo'lidan boy berdim, tarbiyasi buzilib ketdi yoki dindan chiqib ketdi yoki shunga o'xshagan mudhish narsalarni gapirayotganini ko'rgan bo'lsangiz televizorda yoki shunaqa xabarlarni eshitsangiz, siz biling u ota-onaning o'zini hissasi bor. Prosta hech kim aytmaydiki, men aybdorman, men pulni ketidan rassa mukkasidan ketib, ertaga kechgacha pul bilan band bo'lib qoldim. Farzandimga qaramay qo'ydim demaydi. Men endi bor haqiqatini gapiryapman, bilaman, haqiqat sal yoqimsizroq bo'ladi. Ko'pchilik fikrimga qo'shilmasligi ham mumkin, bu o'ta tabiiy, men 100% tabiiy qabul qilaman buni hammasini. Lekin men sizlarga do'st sifatida borini aytyapman-da. Bunaqa keskin, bunaqa haqiqat shart ochib tashab, kamdan kam odam gapiradi. Ko'pchilik baribir qog'ozga urab, chiroyliroq gaplar bilan tushuntirishga harakat qilishadi. Yo'q, asli haqiqati mana shu men aytgan gaplar. O'shaning uchun sizning maqsadingiz nima bo'ldi chet elga ketishingizda? Pul topishmi? Unda farzandingizga ehtiyot bo'ling. Pul bo'lmasa, maqsad o'zingizda ham yashab yuraveraman deydi. Bir xil aytadi, immigratsiyaga shuncha pul ketadigan bo'lsa, uncha pulni topsam, men Toshkentda ham zo'r sharoitda yashayman. Da, pожалуйста, bu har kimning tanlovi. Unda siz Toshkentda yashashingiz kerak bo'ladi. Lekin shunaqa odamlarni bilaman, zo'r biznesmen juda yaxshi topishadi. Men o'zim ham kam topmaganman, alhamdulillah, Toshkentdalik paytimda. Lekin shunda ham bir yurt ko'rgisi keladi-da. Boshqa dunyo davlatlariga borib, farzandlarini o'shanaqa joylarda o'qitish xohlaydiganlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hammani qiziqishi ham har xil. Siz agar chet elga faqat pul uchun chiqadi deb o'ylaydigan tipdagi odam bo'lsangiz, qolganlarni bunaqa deb baholamang. Qolganlarni bu ham pul uchun chiqqan, aniq deb tashxis qo'yib, o'zingizga o'zingiz xulosa qilib qo'ymang, shoshmang unga. Chunki sizda maqsad bunaqa bo'lsa, u chiqqan alida maqsad boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Valini maqsadi butkul boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir bilmadim, salomatlik qidirib chiqar, kimdir xotirjamlik qidirib chiqar. San'atkor odamlar bor, mana bunaqa joylardan ilhom oladigan joylar. Ularga shunaqa joy kerakdir balki. Hammada ham maqsad pul bo'lavermaydi. O'shaning uchun buni ham bir eslatib o'tkim keldi, yaxshiroq tushuninglar deb. Bular o'tlarni yeb mazza qiladimi deyman-da. Shunaqa semirib ketishadi, shunaqa lapanglab yo'ldan o'tishi zo'rda bularni. Mana tuda bo'lib yuradi. Bu eng kichkina tudasini ko'ryapsizlar hozir. Bular juda katta tuda bo'lib yuradi. Qizig'i yo'lni kesib o'tishda hammasi tuda bo'lib o'tmaydi-da. Tarbiyalanga o'xshab ochirt bilan bitta o'tishadi. Mana shu shopirlarning asabiga tegadi. Haydovchilar siqilib ketamiz bir xilda, probka bo'lib ketadi shularni deb. Chunki bular bu yoq kishim bittalari o'tadilar, keyin orqalaridan ikkinchisi yurish kerak. Yonidan o'tsa, yonidan 3-4 kishi baravar o'tib ketsa, bular bo'lmay qoladi. Bilmayman nega. Orqaman ketin tizilib, bitta chiziq bo'lib o'tishadi-da. Katta tudani o'tib olguncha rasa probka bo'lib shoshib turgan bo'lsangiz, asabiy pikka chiqib o'tiraverasiz, lekin hech narsa qila olmaysiz. Bularga teginish mumkin emas. Bularni ham qonun sizni himoya qilgandek himoya qiladi. Mana shunaqa zo'r havo bo'lyapti lekin alhamdulillah. Xullas buguncha shular. Sizlarga mana shunaqa gaplarim bor edi. Ko'p aytkim keladi bu gaplarni, har doim ham sharoit bo'lmaydi, vaqt bo'lmaydi bularni syomka qilishga, nima deydi, imkon topilmaydi. O'shaning uchun ichimda yig'ilib yuraveradi. Sizlardan kelgan savollarga har bitta hozir ko'p savollarga javob berib ketdim-ku. O'sha savollarda mana shu javoblar aylanadi meni ichimda. Agar o'sha javob olishni, shunaqa narsalarning javobini bilishni, meni fikrimni bilishni xohlayotgan bo'lsangiz, menda mana shunaqa fikrlar, shunaqa javoblar aylanadi men bu yerda. Og'zimdan ham chiqadi-yu, har doim ham uni syomka qilib bo'lishga imkon bo'lavermagani uchun bugun mana nasib qilib qoldi. Shunaqa narsa sizlar bilan bir maza qildim o'zim ham. Fikrlarimni almashib, informatsional qaranglar, ani qiziqadiganlar bo'lsa, skrinshot qilib o'qib chiqsanglar bo'ladi. Juda qiziqarli va muhim informatsiyalar bo'ladi. Bunaqa joylarda men rosa qiziqaman. Kelganimda ayniqsa to'xtab o'qiraverdim shunaqa joylarni. Mana qaranglar, har qadamda deyarli bitta-bittadan shunaqa ma'lumot olib ketaverasiz. Endi agar siz immigratsiya bo'yicha men tushunmoqchiman o'zi, PR degani nima u? Yana nimalar qilish kerak? Stajim qanaqa bo'lishi kerak? Men uylanganman, uylanmaganman? Yoki farzandlarim menimcha yoki oilamni qoldirib ketmoqchiman boshida. Kabi. Istalgan individual o'zingizning savolingiz bo'lsa agar, istalgan, men videoni описаниесida pastda Telegram link qoldiraman siz uchun. O'tsangiz, erta botimga o'tiringlar. Telegram bot qilganmiz. O'sha botdan ro'yxatdan o'tish orqali pulli kanalim bor. Uni narxi juda arzon. Botda hamma informatsiya bor. Qanaqa to'laysiz, necha pul hammasi bor o'sha botda o'zida. Ismi sharifingizni kiritib, o'sha so'ragan narsalarni kiritsangiz, bot sizni pul o'qiganingizdan keyin o'sha kanalga olib o'tadi. U arzimagan pul. Erta meni 7,5 yillik tajribam, bilimlarim bo'lishilingan. Sizni hayolingizga o'sha kelayotgan individual savollaringiz bor edi-ku haligi. O'shalarning hammasiga 100% javob bor. Erta men bilan gaplashasiz emas. Ba'zi birlar noto'g'ri tushunayotgan ekan buni.
Yo'q, erta siz gaplashishingiz kerak bo'lgan o'sha so'ramoqchi bo'layotgan savollaringizni hammasiga javoblar joylab qo'yib bo'linilgan. Bu kanalga kirganingizdan keyin o'sha yerdagi ma'lumotlarni birma-bir eshitib chiqasiz, joylagan videolarni ko'rib chiqasiz va hamma savolingizga, immigratsiyaga oid absolyut hamma savolingizga ishoning, javob topasiz erta. Undan tashqari prямой efirlar qilib turamiz, sovg'alar ulashib turamiz, onda-sonda bonuslari bor. Juda ham qiziq kanal. O'zim immigratsiya paytida xohlagan bo'lardim, shunaqa hamma ma'lumot bitta joyda to'plangan bo'lib ham o'zbek tilida o'zimizni jaydari bir inson tushuntirib bergan, qanaqadir bir shunaqa ma'lumotlar yig'ilgan joyda platformani juda xohlardim. Unaqa narsa yo'q edi. O'shaning uchun men rus millatini, Ukraina millati, Hind millatiga mansub odamlarni immigratsiya tajribalarini o'rganib, ularning tajribalaridan qidirib o'zimga kerak narsani yig'ib chiqqanman-da. Juda qiyin bo'lgan va yetarli ma'lumotim bo'lmagani uchun juda ko'p mashinaliklar meni aldagan. Juda ko'pi meni pulga tushirib ketgan, ortiqcha vaqtimni isrof qilgan. Sizga shunaqa narsalarni men ravo ko'rmaganim uchun mana shunaqa platforma yig'dim, hamma savollarni, tajriba, bilimlarni yig'ib bitta joyga qilib, simvolический o'zbek so'midagi qulay to'lashga juda qulay bo'lgan sharoitlar bilan shu ma'lumotlar to'plamini sizlarga podarka qildim desa ham bo'ladi. O'ting videoning описаниесida linkni topasiz. Ustiga bosish orqali botdan ro'yxatdan o'tib, qo'shilib foydalanib Kanadaga immigratsiyangizni boshlashingiz mumkin. Chunki odamda savollar paydo bo'lishi tabiiy. Bularga kimdir javob berish kerak. Siz menga yoki kimgadir yozib, undan javobni kutib vaqtingizni o'tkazib yurmang. Vaqtingiz isrof bo'lmasin sizni. Ortiqcha pulingiz ketmasin bu ma'lumotlarga. Arzimagan pulga hammasi всё в одном oling. Sizda savol qolmaydigan darajada undan keyin ishni boshlashingiz mumkin. Agar shunda ham siz vaqt tig'iz odam bo'ladigan bo'lsangiz yoki bunaqa narsalarni o'qib, eshitib ketishga sharoiti yo'q darajadagi band bir inson bo'ladigan bo'lsangiz, unda konsultatsiya qilishimiz mumkin. Unda meni Instagramimga o'tasizda, lichkamga yozasiz. Konsultatsiya olmoqchiman desangiz, buni narxi birmuncha qimmatroq, yordamchilarning narxini, vaqtini yozib yuborishadi sizga-da. To'lov qilganingizdan keyin siz bilan qachon gaplashishimiz vaqtini kelishib olib, ikkalamiz aloqaga chiqamiz va video vizitda birga bir o'zimdan hamma savolingizga to'liq javob olishingiz ham mumkin. Bu imkoniyat ham sizlarda bor. Kanadaga kelishda nima muammo to'siq bor, nima savolingiz bor, men hammasiga yordam qilishni istayman va yordam qila olaman inshaalloh. Avvalo Alloh. O'shaning uchun men sizlarga Kanadaga kelish yo'lida foydali bo'la olsam, xursand bo'laman. Siz kelsangiz, дважды xursand bo'laman. Kelinglar, hammangizga nasib qilsin. Mana shu yerda ko'rish, mana shu yerlarni birga aylanish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Kanadada ko'rishguncha.